Kepenekке айланған кече, шивырлайды жұлдызғы бек, сегінішін кіріп келеді, шамал болып дерезі чек. Садасыны түшейді hayat, шикінатқа левіні екіп, сегінішін кіріп келеді, шамал болып дерезі чек. Шамдек күйіп тұрған bu yürek, таң атқычы түгейді еріп, сегінішін çıkıp кетеді, шамал болып derezi çıkıp. Şundak, şiir insaniyet roy dünyasının en yüksek fasili, en yüksek güzellik. O, insanın vücududa aprili boğan en yüksek, en ulu güzellikten ibaret. Şiirlardaki çonkur mene katlamları ve yüksek bedi güzellik, şairlarının cengil, oynak, obrazlık, tili ve her xil ifadalaş usullarını biriktirip kullanılan yuqur bedi maharati orqali bizning qalblarimizning chekidi, bizning estetik lazzatga ega qiladi. Qadrli ko'rman do'stlar, bugungi programmamizda biz Şinjan Xalq Nashriyat nashr qilgan bugungi zamon Uyg'ur shoirlarining she'rlaridan namunalar nomli to'plamning ichidagi Tushundik qiz nomli she'rlar to'plami haqida suhbat quramiz. Bugungi programmamizda biz tanılgan şair Tushundik qiz nomli she'rlar to'plamining muallifi, Şinjan Yoshlar jurnalining muavin bosh muharriri Aziz Efendi bilan Şinjan Universiteti Filologiya institutining dotsenti Abdullah Matqurban Efendiler bilan ham suhbatda bo'lamiz. She'r orqali o'zingizning o'zingizni namoyon qilyapsiz. Oldula odamning hissiyoti qilib tushmaydi. Odamning his tuyg'usi qilib tushmaydi. Azizlar, siz 30 yildan beri izchil she'r ijodida shug'ullanib kelyapsiz. Bu jarayonda she'r orqali o'zingizni izlab, ham she'r orqali o'zingizning o'zligingizni namoyon qilib kelyapsiz. Gerçi she'rdan iborat bu sirli qasrning ichiga kirish, uning suratini tasvirlashning o'zi bas mushkul ish bo'lsa-mu, ammo shu uzun yillik she'r ijodiyati bilan shug'ullanish jarayonimiz albatta she'r haqidagi o'zingizningki muayyan tonishingiz bor deb o'ylayman. Meksikalik taniqli shoir 1990-yili Nobel adabiyot mukofotiga erishgan Octavio Paz mundaq deydi she'r va shoir haqida. Shoirning tarjimali olmaydi. Onun şiirleri dal onun tercümalıdır. Onundan başka yana hazır kadar şiir hakkında muqim birlik kelgan to'g'ri muayyan bir mavqadagi to'liq bir izohmi yo'q. Rossiyalik tanliq obzorchi adabiy tanqidchi Belinski odamlar she'r haqida paranglashadi. Bir yakasizlar, ikki odam bir yakasizlar she'r haqidagi tushunchalarni bozaq soladi. Ba'zi suvni she'r deb qaraydi, ba'zi o'tni she'r deb qaraydi. Ming xil shoirning nazarida she'r ming xil bo'ladi, ming xil o'qirman she'rga ming xil baho berdi debdi. Bundan qaraganda balkim sizning bu shu she'r haqidagi muayyan tushunchangiz bor, sizni so'rab boqim keladi endi. Siz she'rni qanday tushunasiz? Undan keyin shoir, she'r va o'qirman o'rtasidagi munosabat masalasiga qanday qaraysiz sizga? Darvaqa dastlabki she'rlarimni yozib alabigunga yetmagan vaqtda 30 yilga yaqin vaqt o'tibdi. Lekin endi bir shoirning yoki she'r yozgan odamning she'riyatdagi o'rnini yoki uning qanchalik darajadagi yozilmaganligini uning yil soni bilan ifodalab belgilab bo'lmaydi. Masalan, Pushkinning she'r yozgan vaqtini intayin az qisqa vaqtlik she'r yozib tugab ketgan. Bundaq dunyo adabiyotida she'r yozgan vaqti hatto 10 yillar bo'lmaydigan nurg'un shoirlar bor, lekin hozir dunyo adabiyotida klassik shoirlar sanaladi. Endi balkim bir umr she'r yozgan kishilar bo'lishi mumkin, lekin unutilib ketganlar bo'lishi mumkin. Shunga bir odamga nisbatan, qalam tavratgan odamga nisbatan garchi endi she'riyat ijodiyatlar shug'ullanish jarayonida ma'lum tajriba saboq nuqtasidan uni ma'lum davrlarga yoki yillarga bilish mumkin bo'lgan bilan meningcha o'zimdan qarashcha bir odamning she'r yozgan vaqtining uzun qisqa bo'lishi u odamning she'riyatdagi o'rnini yoki mavqesini ifodalab bermaydi deb qarayman. Darvaqa endi hozirgacha men o'zim ko'rgan, o'zim bilgan narsalardan qaraganda she'riyatga har xil ta'birlar berilib keldi.
lekin bu berilgan ta'birlarning hammasilar nisbiylikni xoli bo'lolmadi. Bu bunda deganim bu o'rtaq e'tirof qilinayotgan hamma odamlar tadqiqotchilar o'tirib qo'yayotgan narsa. Chunki endi she'rga nuqul iniq holda she'r andoq bo'ladi yo mandaq bo'ladi, mandaq narsa she'r bo'ldi, mandaq narsa she'r bo'lmaydi deb ta'bir berish bu intayin mushkul ish. Agar bu urulangan bo'lsa edi, balkim bunchalik she'r yozilmas edi. She'rning davri oxirlashgan bo'lar edi. Endi she'rning sehriy kuchi bugun kelguchi bo'lgan hayotimizda biz bilan teng yashab kelishi ham bundan keyingi zamonlargacha o'zining bir davr kishilar bilan teng hamnafas yashay olishida shu she'rga bergan ta'birning shunday nisbiy o'rinni egallab kelishi she'rning kishilarni o'ziga jalb qilish kuchi bilan munosabatlikmi deb qarayman. Endi she'r bir san'at, o nozik bir san'at. Uning ustiga she'r xuddi muzikaga o'xshash hissiyat orqali abtur tava bo'lgan millatning tili orqali tafakkur orqali abturning tafakkuri orqali ifodalangan bir xil san'at omili bo'lg'achqa buni nuqul holda undaq ya mundaq qilib tushag bo'lmaydi. Chunki oldi bilan odamning hissiyoti qilib tushmaydi. Odamning his tuyg'usi qilib tushmaydi. Odamning his tuyg'usi rangarang, murakkab, intayin cho'nqur bir dunyo. She'r ana shundaq bir xil muhit yaratadigan narsa bo'lg'achqa, menimcha she'rga chuqur undaq ya mundaq ta'bir berishning o'zi nisbiylikda xoli bo'lolmaydigan mavqe shuni deb qarayman. Lekin har bir shoirning she'rga nisbatan beradigan o'ziga xos ta'biri bo'ladi. Buni har bir shoir nuqtasidan qabul qilishga bo'ladi deb qarayman. She'r mening nazarimda birinchidan bu ruhiy jihatdagi bir xil ma'naviy jihatdagi bir xil hosilat. Ikkinchidan bu tafakkurning mahsuloti. Üçüncü o she'rga aylanish uchun tildan iborat bir bosqichni bosib o'tish kerak. Bu mening qarashim. Endi bu o'tirishdagi munosabat nimani ifodalaydi desa, oldindan sizning ruhingizda, sizning qalbingizda shakllangan shundoq bir hissiyot, sizning tafakkuringiz orqali ma'lum bir nimaga ma'no ifodalaydigan bir holga kelish kerak. Üçüncü qitim o yezikga tushgan vaqtida sizning shu tilingiz orqali, shu tilda ifodalangan fasohatingiz orqali shuni yezikqa aqbaralaysiz. Lekin endi odamning o'ylaganlari, odamning qalbidagi his hayajonlari, odamning tafakkuridagi hamma narsani yezikla ifodalash menimcha shoirning qo'lidan kelmaydi. Qisqasi mening qo'limdan kelmaydi. Mening o'ylaydiganim, mening tafakkurimdagi narsalarning men nurg'un narsasini qalam bilan ifodalab berolmayman. Mana bu shoirning tilga qo'yiladigan talabdagi eng cho'nqur hodislar. Shoir o'qirman o'tirisida ma'lum bir estetik munosabat pallisi bor deb qarayman. O'zimcha. Shoir she'rni yozib bo'lgandan keyin u qog'ozga tushib, yozishga aylanib bo'lgandan keyin menimcha o shoirning garchi shuning nomini e'lon qilinsa, uning asari bo'lmaydi. U e'lon qilingandan keyin jamoatning asariga aylanadi. U she'rga aylanadi. Endi buningga qanday ta'bir berildi desa, shoir bu she'r undaq ya mundaq deb ta'bir bermaymiz. Bu ta'birni oxir o'qirmanlar o'zi tangshab o'zi beradi. O'zining ko'ngilida ma'lum jihatda san qo'ydi buningga. Endi shoir yozgan, e'lon qilingan, o'qirmanlar tomonidan qabul qilingan yoki o'tirg'i chiqqan narsaning keyingi taqdir masalasi qanday belgilanadi desa, o'qirmanlarning buni qanday qabul qilish, qanday tushunish yoki uning qanday munosabat bildirishi deb qarayman. Zika tushimdagi qiz nomli she'rlar to'plamini o'qisam, she'rlar to'plamingizda tushga munosabatlik detallar imalar to'limi ko'pgan. Ham mushu tushga munosabatlik mavzularni bir qadar ko'pgan. Masalan, tushimdagi qiz, tushimdagi ayol, o'yg'oq tushlar, taklimagan o'yg'onmagan tush, bir tush ko'rdim qatorliq she'rlaringizni buning dalil deb aytsak bo'ladi. Undan boshqa yana kech to'g'riliq. Nurg'un detallar, imaglar bor ekan. Shundan qaraganda endi men sizni ham kech she'r yozamda, yo hamda tushida she'r yozam deganda dabroq o'ylab qoldim endi. Odatda chiroq o'chirilgan bo'pmi? Atrof timtas vaqtlarda o'zimni bir xil she'rga yaqinlashgandek his qilaman. Shundaq vaqtda mening qalbimda, o'zimning tafakkurimda bir xil she'riy hayajonning menga biroz yaqinlashganligini his qila olaman. Shunga mening she'rlarimda, hozircha yozilgan she'rda bu tabiiy holda tush bilan munosabatlik, rivoyat bilan munosabatlik,
afsona bilan munosabatli, kechi bilan munosabatli, xiyol bilan munosabatli narsalar ko'proq bo'lishi mumkin deb qarayman. Ana chunki mening she'r yozish odatim yoki mening she'rdan kutadiganlarim ham o'zimni ifodalash jarayonidagi shu o'zgacha bir xil aloylik she'rlarda shunday aks etdimikin deb qarayman. Demasam kechining o'zi bir she'r. Kechining o'zi bir she'r. Kechida shoir o'ziga eng yaqin oladi. O'zining yurak sadosiga hammadan bekroq chunqara quloq sola oladi. Undan keyin shu o'qirmanlarimiz, shu yozuvchilarimizniki, shoirlarimizniki shu yeziqchilik, shu istiloh yeziqchilik otib baqiziqdichu. Bu xususda hamda bu uningdan biraz o'qirmanlarimiz biraz napelish mumkin. Nurg'un yozuvchilarningki, ijodkorlarningki shu ijodiyat yeziqchilik jihatdagi shu holati ishlar o'xshash bo'lmaydi ekan. Masalan, bizningki adamlar yozuvchimiz Yozinjon Sodiq Cho'g'lan apandi, masalan, tizilib o'tirib, tamoq shirasida tizilib o'tirib yozadi ekan. Bu bir o'zgachilik balkim uning bir tafakkur odamlar qilish kerak. Masalan, amerikalik dangliq yozuvchi Hemingway yuriturib yozadi masalan asarida, o'zining tarjimali yozdi, yuriturib asar yozdi. Bunda bo'lishda amal baylıqı artıq düşüp getdim qınmay. Yürütürüp yazğanda bir bütün götürüp aldı. Amal var şu naq gapni. Şu yazmışsın bulan gapni yazmay. Amal var ixcham yozish ne barat bir ijarat uslubi ekan. Ham uning asarlarini mana ixcham yozildi. Telegram shaklidagi hikoyalarda bunda qaraydi o'quvchilar. Dedik, qanday xato qilish mumkin. Har xil she'riy obraz, she'riy imaj shakllantirib oladi. Hammalar narsa ijod. Bu bana bir efsanedek tuyulur. Tügümeydiğen bir dastandek tuyulur. Abdullah Malim endi elbette biz ma'lum bir she'rini yoki ma'lum bir she'r to'plamini o'qigan vaqtimizda bu she'rlardagi mayli mazmun qatlimi bo'lsin, mayli badiiy kanglik bo'lsin, mayli uningdagi badiiy go'zallik bo'lsin, mayli avtorninki uni singdirib o'tgan badiiy tafakkuri bo'lsin, bizga yoki undaq yoki bundaq ravishda ta'sir qiladi. Bizga bo'lgan bu ta'sir hamda bizningki she'rga bo'lgan muayyan tushunchamizni, muayyan qarashimizni, muayyan she'rga nisbatan yiqilishni bir tarafini shakllantirib qo'yish mumkin. Unda bo'lganda har qanday bir to'plam maydonga chiqqan vaqtda uning muayyan o'zininki bir xil san'at o'lchim bo'yicha, o'zining bir xil badiiy muvaffaqiyatlari bo'yicha o'qirmanlarning ko'z oldida zohir bo'ladi, ham o'qirmanlarga muayyan estetik qimmat ato qilish mumkin. Mushloqdan chiqishga vaqtimizning o'zida Aziz akaninki shu Tushumdi qiz nomli to'plamidagi she'rlarning asos muvaffaqiyatlarini biz qaysi nuqtalarga yig'inchoqlab baqsak bo'lar? Tushumdagi qiz Aziziniki mush 30 yil jarayonida yozgan talay she'rlari ichidan tanlangan. Ash 30 yillik she'r ijodiyatining javharlari tanlab kirgizilgan bir to'plam deb aytish mumkin. Chunki biz to'plamni ko'rgandan keyin mushundaq bir hissiyotga kelamiz. Navodan mazmun izlaydigan bo'lsak, bu to'plamdagi she'rlarda vataniga bo'lgan muhabbat, milliy madaniyatga bo'lgan muhabbat, go'zallikka bo'lgan muhabbat, umuman muhabbat bu to'plamning asos melodiyasini, mazmun melodiyasini tashkil qilgan. Azizi she'riyat ijodiyatida endi bizningki mo'l bo'lgan xalq ig'iz adabiyotimiz, undan boshqa rangdor mazmuni texmi mo'l bo'lgan, har tarafga chetiladigan yozma adabiyot samaralarimiz. Shuning bilan birlikda O'rta Osiyoda yashayotgan bizningki millatdoshlarimiz, undan boshqa o'zbek qatorliq qarindosh millatlar adabiyoti Azizning adabiy ijodiyatida suv ichgan buloqlardan bo'lgan. Chunki yoki ortiqcha so'z ibora, yoki ortiqcha bir tasvir bayal, tasvir bezaklar degan narsa yo'q. So'zlar shunchalik oddiy, shunchalik tabiiy holda yopishgan, shoirning ifodalamoqchi bo'lgan o'y fikri shu oddiy so'zlarda bevosita o'tirib qo'yilgan. Undan boshqa bu to'plamdagi she'rlarning yarmidan ko'proq degidek bizningki ba'zi odamlarning nazaridagi she'rlardagidek undaqaliq misralarningki uzun qisqaligi, kuplitlardagi misralarning oz ko'pligi qatorliq bundaq narsalarning cheklamasiga uchirmagan. Bu to'plamdagi bir qism she'rlar, qisqa she'rlar ekan, bir qism she'rlar odatdagi endi she'r desa ba'zida bir kublit she'rimiz she'r. Yani bir kublit balkim 2 misra bo'lishi mumkin, 4 misra bo'lishi mumkin, bir kublit she'rimiz she'r. Bir qancha kublit she'rimiz she'r. Endi bu to'plamdagi ba'zi she'rlar
Мұшындақ шер дайырысыдан алып кеткен кішіктіктіке дастан күлімін асыл қылған мұшындақ бір шерлар екен. Оның башқа Әзизиніңкі шериет алымын айты кәң бір алым екен. Оның қалымыда табиаттікі әр қандақ шайы, әр қандақ хадисе шиырғы кіріп келелейді. Әр қыл шиыры образ, шиыры имаг шәкілдендір әлейді. Әмілі нәсі жан керді. Мәселен, Әзизинің шиырдырда болақтыкі ай, мұхаббаттың қыса сөзлейді. Пәрбаны түшкірді, қадими қал'a şairinin emas, şairinin kalbinden çıkan, şairin şiirini okuvatkan, kitapxonning qalbini nimalarga sala oladi. Jigidning chechiki demakka o'rilsa, odam masbug'idek bir oladi. Keladi, mushtaq bir hissiyat bo'ladi endi. Onun boshqa tarix ajoyib bir tusda obrazlashadi. Ondan boshqa bekatlar harakat qilib, tabrak ketadi. Demak, Əzizinin şiirləri kitapxonning anglash, ko'rish sezgisini emas, hatto po'roq sezgisini, tam sezgisini tang harakat keltirib, mush orqali huzurlanish maqsadida ketkizalaydi. Azaka endi o'qirmanlarimizninki, shoirlarninki she'rlariga, asarlariga qiziqishning o'zi ularninki adiblarimizga bo'lgan bir hurmati, bir ehtiromi, ham bir sevgisi, muhabbati bu endi. Shuna bo'lganda endi o'qirmanlarimizga o'zingiz shu to'plamangizdagi she'rdan birani iltimos qilib berasiz. Endi o'qirmanlarga men o'zim o'sib cho'ng bo'lgan ana makanim men barxanlarga eg'inab cho'ng bo'lgan takil makon haqidagi bir parcha she'rni o'qib berishni o'ylashdim. Takil makon unutilmagan tush. Qum aqıdı unsiz tevizsiz. Çay kılıdı barxan şamalda. Üzülmeydi yavayı bir köy. Teriştiler bezmisi bunda. Xeritidu xizirni vakit. Esirdin mi uzak lehsiler. Karvan öter gahi tilsimdin. İzdigendek altın engişler. Toğrak piyer gayip gülhandek. Yulgun üner, möcüzü ünüş. Sen mi körgen, men mi körgen hem. Tekli makan, unutulmagan kuş. Şunday, rahmet. Endi shunday qizlarning toplamda nadir she'rlar to'limi ko'p. Lekin endi o'zimiz yaxshi ko'rgan o'qirmanlarimizga, samimiy aqlli o'qirmanlarimizga bir dars tutolmasaqmi, bir tal atrigul tutsak shuning o'zi meningcha kifoya deb o'ylayman. Azika bayım dedim şiir bu toplamda şiirlar, yaxshi şiirlar, isil lirikalar ko'p. Siz shun şiirning için nemish alayda tanlab, shu taklimakan unutilmagan tush degan şiirni o'qirman do'stlarimizga o'qib bersiz. Endi boshda bir gapni qilishgan biz she'rlarimizda tush, kecha degandek afsona rivoyat degandek ko'plar ko'p degan. Bu şiirimning mavzusi shunga bilan munosabatlik. Endi mening she'riyatda men yana she'r haqida ozroq gap qilish to'g'ri keldi. Men o'zimning she'r yozishimda men ilhomni mundaq bir 3 nuqtadan izlayman. Birinchisi men muzika anglashni yaxshi ko'raman. Bupmu 12 muqam muzikasini, klassik muzikalarni, xalq muzikalarini. Men she'r anglash, agar she'r yozishdan o'zim men bilib olmay 1-2 soat burun azroq o'zimning bugun she'r yozdiganda kayfiyat ekanligimni his qilsam, men darhol kirib muzika anglayman. Yomon nima tuvan qo'yib, jimjit o'tirib muzika tinglayman. Men she'rlarning nurg'un narsalarni nimadan olgan, she'rdan olgan. Men masalan buningda ajam haqidagi she'rlarim bor, naqshlar, muzikalar haqidagi she'rim bor. Bu bir taraf. Ikkinchisi, men she'rni endi she'r yozishdan burun ko'p holda boshqa shoirlarning she'rlarini ko'p o'qiyman. Bir xil she'riy muhit ichiga kirib turib, andan keyin men o'zimda bir xil yoziqchilikqa, she'r ijodiyatiga bo'lgan bir xil holat shakllanadi. Ammo buni yolg'on desam bo'lmaydi. Men ko'p holda she'r o'qish jarayonida o'qib o'tirib, men o'shandan yangi o'zimga hissiyat topaman. Ham uchinchi mening hayotimda yoki o'sha o'zimning she'r yozish jarayonidagi eng cho'nqur o'rin tutgan, eng mukammal narsa nima desa, men o'zim yusib cho'ng'ilgan yurtim,
ham mening shu yurtimga tutishib ketgan taklimakan. Bu bana bir efsanedek tuyuldu. Tügümeydiğen bir dastandek tuyuldu. Tügümeydiğen kişilerini bir xil koyunu çınlap durduğun bir ezit kısman efsanenin içindeki bir xil renga dünyadek tuyuldu. Benim küçük vaktlarım şu taklimaklardan bağırdı ötken. Bundan etkanlığın üzere ben taklimaklarımdan nesildaş mıldık başka. Endi adam hayatıda bu adamın küçük vakti da, gerçi ben o vakti şiir yazan bulsam bu adamın hayatına iz saladığan, adamın aslimisi kaladığan derseler, o ben adamın azrak aklına bilişki başlayan vakti tabiat buludu ki. Ben şuna bu taklimaklarına bu köpketim kirgen, şehirden otuna çıkıdığan, biz çık çögüleydiğen, bu taklimaklar bu dünya benim aldığımda mengü yazılıp olmaydığı bir şiirdir. Ben şuna bu şahti şiir yazışını özümden en asan yazalaydigan yoki eng sodiq bir hissiyot. Shoirning o'zini va she'riyatni ham o'qirman tashkil etmagan. She'rning o'ti degan muhabbat o'ti bu. Go'zal she'riy tillar ifodalashga kirishib keldim. Aziyaka 80-yillarning oxiri 90-yillarning boshi 90-yillarning boshlaridagi Uyg'ur yangi she'riyatning boshlamchilaridan biri. Tatliq ham kichik lirikalar bilan o'qirmanlarimizning ko'nglini yig'ib kelgan. Bu qatim bu toplam o'qirmanlar bilan yuz ko'rishgan keyin men to'liq xursand bo'ldim. Azzi aka bir mahal qalam tashib qoldi. Lekin mush toplamninki ro'yab chiqishning o'zi men nima deb qaradim deganda, Azzi akaning yanala she'riyatdan menga voz kechmaydiganligi, she'riyatning yanala chindan yaxshi ko'radiganligini iborat bir tarafdan bayqab qoldim. Azzi akaning mush toplam maydonga chiqishning o'zila shoirning o'zini va she'riyatni ham o'qirman tashib etmagani. O'qirmanning ham o'zini tashib etmagani, o'zining badiiy mas'uliyatini badiiy majburiyatini mengu esi tutadiganligini tushundirish kerak. Yani she'riyatning yo'li bakla uzun. Bu yo'lning chapasini mana Aziz 30 yildan buyon olib kelib o'tadi. Azizga o'xshash mushu yo'lga kirgan odamlar hammasi biladi bu yo'l bak chapaliq yo'l. Chunki she'rning ishqi muhabbatlik ishq. She'rning o'ti degan muhabbat o'ti bu. Yana bir narsa endi agar ümid deb qarashga to'g'ri kelsa, endi hozirgacha biz she'rlarning bu naqtasini bayqamadik, lekin har qanday soxtalik she'rni bekli ashaddiy dushmani. Mayli kimgina bo'lmasin, bu bir o'rtaq narsa. Bu dushmandan har vaqt hazir aylash kerak. Soxtalik va ko'zbuyamchilikni ko'tarmaydiganlik nuqtasidan she'r bir fan. Bu har vaqt asdan chiqolmaydigan bir narsa. Yani birisi she'riyatdan o'zsiz izlanishninki mas'uli bo'ladi. Izlanish degan o'rganish degan gap endi. O'rganish har xil bo'lishi mumkin. Masalan, kitobdan o'rganish, xalq adabiyotidan o'rganish, o'zaro o'rganish degandek. Aziz hozirgacha o'rganishni sil tashlamayotgan. Mushu natijalar, mushu o'rganishniki natijasi. Mana axir nima deganda Aziz mushuni 30 yil she'r yozibdimi, endi bu meningki bir oxirgi pallam deb bunda qaramasa, qanoatdan menga yiroq bo'lsa deyman. Men hozirgacha shunga terishib keldim. Biri o'zimning qalbidagi jush urgan shu hissiyotlarni o'zimning qurbi yetgan ifodalash imkoniyati yaratilgan til doirasida o'zimdagi hissiyotlarni imkon bor samimiy, imkon bor ta'sirlik, imkon bor go'zal she'riy tilda ifodalashga tirishib keldim. Lekin men buning va'dasini to'liq chiqdim deb aytolmayman. Endi she'r haqidagi gap menga og'irlashmaydi. Biz bundan burun she'r haqida paranglashgan. She'r nayati chiroyli bir fasl bo'lish bilan u bahor bilan ma'nodosh, bahor bilan taqdirdosh, shoirning insonning ro'y go'zalligi bilan tiniqdosh. Dаңлык adib Jibran Khalil Jibranninki she'r va shoir haqidagi bir gapiga men to'liqcha butaman. She'r fikr ifoda qiladigan san'at emas. Bu shoirning kulki eg'izi yoki yori eg'izdan o'qchib chiqadigan bir naqsha deydigan gapi bor. Shunda bo'lganda she'r haqidagi gapimiz bundan keyin davomliq
görmen dostlarınki huzurda buludu. Davamlı şiir hakkında muğduşumuz. Şiiriyatның menzillerine yetiştirişimiz, şiiriyat hazırlık kiriştirişimiz. Azizi aka hayat hakkındaki özününki şiirde mundaq mısralarını yazdı. Hayat degen bir piyalı hem. Onu içip yaşayımız hemme. İçip qanğalla keter, ketmegenler toldurar gene. Her bir şiir bir xil izlenişinin mesulü. Şiirdeki makan ve zamanның renk katlamları bu xil izlenişninki salayetiga, süpütige ton pişidi. Bu ton yarışamdı, yaraşmamdı bu yanıla akıllı, samimi okurmenlerimizin huzuruna havalı. Qadirli görmen dostlar, bugünkü programımız müşahede ahırlaştı. Hemimizge nadir isil lirikala roy uzuq boğay. Çünkü şiirsiz hayat, ma'nisiz hayat. Şiirsiz hayat, rangsiz hayat. Hayır, hoş salamet olun. Şairin özünü ve şiiriyatını hem okurmen taşıp etmeyene. Şiirin otu degan muhabbet otu bu. Güzel şiiri tilla paylaştık, gelişip geldim. Her zaman her öyde sovaklarının hemmisi analarının kollarına telmirişidir. Çünkü şu mihriban analarının kolları şu demde boğukağa sabila kuvvet bulmakını tayarlap yeriş bilen aldıray. Terkibide her xil vitamin, mol aksil ve minerallar boğan yukarı fen tekniki bilen boğaklar için məxsus işlengen sabila kuvvet bulmakı boğakınızı sağlam ve şadıman koğusi. Boğaklar sağlamlığı için sabila boğaklar kuvvet bulmakı.